fohishalik jinoyat emas, qo'shmachilik jinoyat. Darrov menga baqirib ketishga shoshilmang, qonun shunaqa yozilgan. Qarang, fohishalik qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 190-moddasiga asosan avval jarima belgilanadi. Agar 1 yil ichida takrorlansa, 15 sutkagacha qamoq berilishi mumkin. Endi ko'pchilik aytadi, "Sraz berib yuboradi-yu" deb. U yerda ko'radigan bo'lsangiz, fohishalik bo'yicha o'sha sud jarayonlarida yoki ichki ishlar kelib nima qilgan paytda jarima qo'llaymiz deb degan paytda ular odatda baqir-chaqir qilib to'polon qilib tashlashadi. Shunda mayda bezorlik ham qo'shilib, sirazi keyin 15 sutka bo'lib ketadi. Fohishalik o'ziga birinchisida jarima, yana takrorlansa 15 sutka. Endi qo'shmachilik bu jinoyat do'stlar. G'arazli va boshqa past niyatlarda qo'shmachilik qilish Jinoyat kodeksining 131-moddasiga asosan jinoyat hisoblanadi. Endi toza niyatli qo'shmachilik ham bor bo'lsa kerak-da, bilmadim endi. Qo'shmachilik o'zi g'arazli past niyatda bo'ladi, to'g'rimi? Mayli, qisqasi bu jinoyat. Lekin fohishaxona saqlash bu jinoyatning yana ham og'irroq turi. Bunda 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishi ham mumkin. Qo'shmachilik uchun ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilmaydi. Boshqa yengilroq jazolar belgilangan.